Oktagon Liga Erkabo'lan To'xtar va Shahzod Golning jangi uchun ikkalasiga ham kontrakt yubordi va ikkala jangchi ham hech ikkilanmasdan bu shartnomaga qo'l qo'yishdi. Endi jang mart oyida bo'lib o'tadi. Do'stlar, endi bizni qonli va dahshatli jang kutib turibdi. Bu jang katta ehtimol bilan Humo Arenada bo'lib o'tishi kutilmoqda. Endi barchada bir savol tug'iladi. Bu jangda kim g'alaba qozonadi? Erkabo'lan To'xtar yoki Shahzod Gol? Erkabo'lan To'xtar tinmay jangni oldin Shahzod Golni ustidan mazax qilib, uni ustidan kulmoqda. Shahzod Gol bo'lsa, bunga binoan og'ir bosiqlik bilan Erkabo'lan To'xtarni tinmay jangga chorlab kelmoqda. Kelinglar do'stlar, endi bir taxmin qilib ko'ramiz. Bu jangda kimning qo'li baland keladi? O'z fikrlarimizni kommentariyaga yozib qoldiramiz. Bilaman, Erkabo'lanning muxlislari O'zbekistonda ham juda ko'p. O'sha Erkabo'lan To'xtarga muxlislik qilayotgan o'zbek jang ishqibozlari Erkabo'lan To'xtarga muxlislik qilish o'rniga hamyurtimizni qo'llab-quvvatlaylik. Chunki bu jang shunchaki jang bo'lmaydi. Or-nomus, g'urur va vatan sha'ni uchun kechadigan jang bo'ladi. Albatta, biz bu jangda Shahzod Golga omad tilaymiz va undan chiroyli nokaut bilan bu mojarolarga barham berishni tilab qolamiz. Do'stlar, bu endi ikkala jangchini shartnomaga qo'l qo'ygan va ularning gaplarini bir eshitamiz. Так, мы Голдпен бойға контракт подписывать жатырмыз. Голд, тебя ждем, братуха. Я вот подписываю, я готов в любое время. Вот, қараңдар, міне. Қайдасың? Октагонда күтем сен, Голд. Мен міне контракт подписал. Мен сен күту керек. Достар, мен күтудің қажеті жоқ, мен дайынмын. Голдты күтесіңдер. Октагон лигада төбелесеміз. Нағара. Вот так как он был. Jiglar, men tayyor, borim tayyor. Endi hammasini jangni uyushtirishni mana Oktagonga qo'yib beramiz. Assalomu alaykum. Voy menejer. Borim qo'ygan qo'l qani Oktagonga jangni belgilabdi-ki, shundan bittasi ham qo'yamiz. Yaqinroqdan kelib ko'rsin. Men qanchalik kutdim bu jangni. Jiglar, men tayyor, borim tayyor. Endi hammasini jangni uyushtirishni mana Oktagonga qo'yib beramiz. Qachon bo'ladi jang?